Jahon IT jamoasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Quizbotda test tuzishni o'rganamiz. Ketdik. Telegramda qidiruv joyiga quiz deb yozamiz. O'zim bu profilimdan quiz va mana bu Quizbotning rasmiy sahifasi. Sizda mana bular bo'lmasligi mumkin. Siz ilgari test tuzmagansiz, shunchaki siz startni bosib boshlaysiz. Boshlangandan keyin Quizbot oynasi ochilgandan keyin mana menu degan joyga kiramizda bizda new quiz, ya'ni yangi quiz degan joyda bosamiz. Va birinchi testimizni nomini yozishimiz kerak. Masalan, dasturlash yubordim. Nima uchun bu yerda raqam qo'ydim? Chunki dasturlash degan testlarimiz oldin ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingisi shu testni tasnifini yozishimiz kerak. Buni yozmasak ham bo'ladi. Yozmasdan shunchaki skipni bosishimiz mumkin yoki yozishimiz ham mumkin. Dasturlash sohasiga endi qadam qo'yganlar uchun va yuboramiz. Asosiy joyga keldik. Savol tuzish bo'limini bosamiz. Mana question degan joyda savolni yozamiz. Yozamiz masalan. Kompyuter nechilik sanoq sistemasida ishlaydi. Bu yerda masalan 2 6 to'liq yozishimiz kerak endi. Enlik sanoq sistemasida ishlaydi. Savollar yuborildi, javoblar yuborildi. Bu qismi o'zi tayyor qilingan, ya'ni kimlar yechgani ko'rinishi, boshqa. Create tugmasini bossak, to'g'ri javob belgilashimiz kerak mana. Bizda bitta savol bor. Endi yana savol tuzamiz. Masalan, ulardan qaysi dasturlash tili emas? Java, Python, belgilaymiz. Endi qarang. Siz savolda qanaqadir rasmdan foydalanmoqchi bo'lsak, mana bu yerdan kiramizda. Mana rasmni belgilayman va открыть. Savolimiz uchun rasm tayyor bo'ldi. Javoblarda qanaqadir stikerlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz yoki mana bunisiga olib kelamiz. Masalan, bunisiga olib kelamiz. Bemalol foydalanishimiz mumkin. Va yuborildi. Masalan, nechtadir savolga yetdi savolimiz. 10 ta, 15 ta. Endi mana bu yerda ande degani bor hamda don degani. Ande mana bu oxirgi savolni qayta o'chiradi. Buni bossak, mana bu savolimiz o'chib ketadi. Biz donni bosadigan bo'lsak, oxirgi funksiyamiz qoladi. Necha sekund beramiz bitta savolga? 10, 15, 30, misol uchun 15 sekund. Endi so'raydi. Barchasini aralashtirilmasin, faqat savollar, faqat javoblar. Ko'p marta yechilmoqchi bo'lsa, barchasini almashtirganimiz ma'qul. Mana testimiz tayyor bo'ldi. Shu joyda Kim kanalga obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, qarg'aga aylansin. Bu testni boshlash bor, testni guruhda boshlash bor. Testni ulashish bor. Agar testni guruhda boshlashni bosib, mana bu yerdan kerakli guruhni
tanlasangiz, albatta unda test tashlash imkoni bo'lsa, yozish imkoni bo'lsa, mana boshlaganda mana guruhda boshlanadi. Mana men tayyormanni kamida 2 kishi bossagina, men ikkinchi profildan ham kirib bosaman. Jahon IT jamoasiga qo'shiling. Qarang, ikkinchi kishini ham bosganimdan keyin test avtomatik boshlanadi. Test boshlanmoqda. Va boshlandi. Chizildi, boshlandi. Ba'zan shunaqa sekin boshlanmas. Misol uchun xato javobni belgilasak, mana kompyuter o'nlik. Oxirida bizda natijalar chiqib keladi. Mana menyuda qarang, new quizdan boshqa mana ikkinchisini bossak, sizni yaratgan testlaringiz ro'yxatga kelib chiqadi. Nechta test yaratgan bo'lsangiz, mana hozir biz mana bu testni guruhda boshlamoqchi bo'lsak, bosamiz. Faqat guruhda boshlanish uchun 2 kishi tayyormanni bosish kerak. Men ikkinchi profildan ham bosib ko'raman. Kishi bosdik va guruhda test boshlanmoqda va ketdik. 5 4 3 2 yozuvi va boshlanadi. Juda samarali boshlandi. Men 4 javoblarni belgilayman. 4 javob bo'lsa mana shu shaklda va pastida nechta soniya va buni bosadigan bo'lsak, necha kishi ovoz berganigacha ko'rsatib beradi. Ovoz bergan deyapman, testda qatnashgan. Mana ikkinchi savol. Va mana bu oxir sekundga yetguncha natijalarni chiqarmaydi. G'oliblar va boshqa hammasini chiqarib beradi. Demak, Quizbotda ishlashni ko'rib chiqdik. Kim kanalga obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, qarg'aga aylansin.